sizga juda ko'p tushadigan savollardan biri Turkiston legioni. Men o'zimga ham juda ham qiyin, bu mavzuni hech ham ochmasdim men. Lekin ochmasa bo'lmaydi o'zi aslida. Ya'ni bu haqda savol berishadi, ular kim degan savol berishadi. Juda ham qiyin, chunki qanday qilib 17-yilda otasini, bobosini qirib, quloq qilib, o'ziga kun bermay 38-yilgacha hammani qirib yuborgandan keyin ham chiqib ketgan odam qanday esirli, yaxshi munosabatda bo'lishi mumkin o'zi degan savol ham bor. Tabiiy ravishda uni yaxshi ko'rmasligi aniq-ku, qanday qilib butun avlod ajdodlarni qirib yuborgan, mol-mulkini tortib olganga nisbatan qanday yaxshi bo'lishi mumkin degan savol. Ikkinchi tomondan narigi tarafda sening o'sha boshqa birodarlaring kelyapti, yana qurol ko'tarib. Bu tomoni ham bor. Juda bir shunday bu mana shu qaltis joyini shu Turkiston legioni shu rahbarlari qanday hal qilishgan, birodariga qarshi chiqmasligi uchun nemislar bilan kelishganki, jangga chiqmaydi bu Turkiston legioni. Faqat shu vokzallarni, zavodlarni qo'riqlaydi.